Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bugun mototsikl salonga keldik. Narx-navolarni tushirish uchun. Lochin mototsikl servisda. Videomizda orientir tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Kat ko'chasi bu. Mana bu yerda Anar restorani bor, kafesi. Anar Kaftib. Namida paxta tozalash zavodi bor. Shu yerda. Mana. Xo'p, bo'lmasam tanishtirib boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, bo'lmasam mototsikllarda bir chetdan narx-navolarni aytasiz. Bular aslanli beri Lochin zavodida ishlab chiqarilgan, o'zimizning O'zbekistonda chetdan kirib kelmagan. Hamma zapchaslari bor. Mana qaranglar, to'qlidan boshlayvergan. Bu to'qli elektriskiy. Assalomu alaykum. Hurmatli podpischiklari, Ramazon Ramazonlar bilan tabriklaymiz hammani. Ko'rayotgan. Mototsikllarni tanishtirib bo'lsak, mana shu yerimizda o'zimizda ishlab chiqargan Lochin mototsikl salonlashtirib bilan aslamli to'qli mototsikllar, benzinli mototsikllar bor. To'qlimiz ham bor. To'qlimizda Lochin firmasida ishlab chiqarilgan to'qli mototsiklimiz 150 km yuradi. Butun avtomobil hisoblanadi. Miyasi bor. Ramlarga ahamiyat berasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Ramlarga benzinli ramday chisti, original qalınlıqlarına qaranglar. Vesining o'zi 650 kg turadi buning. 650 kg. 650 kg. Material litorning. Zadniy mostan shu. 150 km yuradi. Sovuq kunda yuradi 150 km. 1,5 tonnaga garantiya. Garantiyalari bor. Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi bu sal qimmatroq 30 million so'm. 30 million so'm, mi? Ha, kreditga narxi azroq kelishamiz. Bizda kreditkada shu baho, narxi inson kelishadigan yerimiz. Baholar yozib turiladi. Tak. Mana shu narsaga e'tiborini tortib, blombalari bilan bor ekan. Bu oddiy odamlar ham ochib uzatib ketavermaydigan. Tormozlar yetkiz. Garantiyasi bor. Hamma mototsiklarimizga Lochin firmani mototsikllarni 1000 km garantiya yozib beramiz motorga. 12'ye 500. Hop, bir anda benzinli. Keyingimiz bu Samasi var. Motor 300'lik. Silindir var. 140'a 220. 2 tonna yük ko'taradi. Mototsiklimiz. Hop, hurmatli obunachilarimiz. Lochin firmasida ishlab chiqqan navbatdagi mototsiklimiz Samasi variant bo'ladi. Bu silindir ram. Motor 300'lik. Motor 300. 300'lik motorni bilasizlar, rayonda sanoqli motor. Vilklar ham yukka moslashtirilgan. Samasuval ham eng katta qimmat samasuvaldan qo'yilgan. Inshaalloh. Qo'sh rama, qo'sh balon. Bortning uzunligi 220, 140 ga 220. Zavod tomonidan 3 tonnaga berilgan. Yuk ko'tarishi. Rasxotuna keladigan bo'lsak, rasxoti 5-6 litr benzin edi. 100 kilometrga. 80 o'zlarimizni 80 benzindan beraveradi. Benzin saylamaydi. Benzin saylamaydi. Motorga 1000 km garantiya yozib beramiz. Hammasining garantiyasi bor. Hamma narsa qo'shib beriladi, o'zida kelgan narsalari. Avtomobillardan qo'shib beramiz. Hurmatli obunachilar, ahamiyat berasizlar uni kattaligini. O'zimizning qadimgi traktorlarning ko'rsatuvindagidek silinderlar jihozlangan bu. Bu samasuvalimiz eng qimmat samasuval hisoblanadi. Buning bahasi? Buning bahasi naqd pulga 42 million so'm. 42 million so'm. Ha, kreditga ham shu baho chiqadi. Kredit malichi bor. Malichi bor. Farqi yo'q. To'lov usullari xohlagan turida bor. Bo'ldi. Xo'p, endi buni tushuntamizmi? Bulardan bosh tushirib o'tsak ham bo'laveradi, ama bular ham motor 200 voltlik. Bo'lmasa 1.35 ga 2.20, arqadan 5 sm sal qisqaroq bo'ladi. Bu 2 tonnalik mototsiklimiz, motor 210. Bu hammasina garantiya bor.
Keyin shuning 300lik motori bor. Mana. Buning bahasi 33 million so'm. Buning bahasi motor 300lik, ikkovi bir narsa, lekin motor 300lik, buning bahasi 35 million so'm. Motor 300lik bo'lgani uchun. Lekin bir balandligida, baland bor yana hammasi. Tormozlar jitkiz. Faqat buni motorda farq bor. Motorda farq. Ana 200 voltlik motor, mana 300lik motor. Shuning uchun pul o'ynab turibdi 2 million so'm. Keyin bumuz bor. 150lik motor 1.30 ga 1.80. Buning bahasi naqd pulga 22 million so'm etib qo'ydik. Ro'za Ramazon 24 sotildi, 22 million so'm etib qo'ydik. 22 million so'm shunday. Yo'q. Kreditga ham chiqaveradi. Kreditga endi o'rtada bir 1 million so'm o'ynashi mumkin. Naqd pulga kelishamiz. O'sha aksiya bahada qo'yildi. Benzin to'qli mototsiklning puli. Bu motor lekin 150lik, eng ekonomik deymiz shu. 1 tonna 100 berilgan zavod tomonidan 100 kilometrga 3 litr rasxod etadi. Bunga garantiya 1000 kilometr. Motorni garantiya yozib beramiz. Buni ham qo'shadimizlar zapaska balon, ключ, avtolini, garantiya talonini, o'zining atini, shot nomer yozib beramiz, o'zining atini. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Bu muzamarga ariqda ko'rganingiz shu varianti shu. 33 million so'mlik. Keyin bergimiz bor. Bu samosuvalimiz ariq ko'rgan samosuvalingizdan buning borti 1.35, 2.20, 5 cm ariqdan qisqaroq, lekin buning motor 200 voltlik. Bu sal arzonroq varianti. Bumuz 37 million so'm. 37 million so'm. Motor 200 voltlik. Kuzovda 5 cm farqi bor bo'lgan. Motor 200 voltlik bo'lgani uchun buning bahasi arzonroq. Buni ham kelishamiz narxi. Yo'q, arzonroq samosuval kerak mana. Yetim bo'lsa, mana samosuvalimiz bor. Buning narxi 33 million so'm, motor 200lik, 1.30 ga 2 metrlik. Bergidan kichikroq 1.5 tonna, 2 tonna samosuvallarimiz. 1.5 tonna aniq shu narsani yukni bosib, qarasak cho'karib ko'raversin. Uning hammasini garantiyasi bor. Ko'rsating buni. Shivellerdan qilingan profil emas, ramlar, hammasi shiveller. Qo'lqoni qaranglar. Shivellerdan qo'yilgan profil emas. Hurmatli tomoshabinlarimiz, qanday mototsikl olaman deb o'ylanib eklanib yurgan akalarimiz bo'lsa, shuna Latin firmani maslahat beramiz. Zo'r narsa bu. Bu yoqda endi kabinalar. Endi bir qissada ketamiz. Shamolda yurmaymiz deytim bo'lsa, kabinka variantlarimiz bor. Hozircha bizda 2 turi qoldi. Oldindan tushirib bering. Bumuz bor. Motor 200lik, 1.35 ga 2.20. Bu ham 2 tonnalik mototsiklimiz. Narxi 33 million so'm. 33 million so'm. Tamam. Kreditga ham shu baho. Kreditga ham shu baho chiqarib beramiz. Narxi azroq kelishadigan yerimiz bor. Buni ham shu ko'ring, motorlarga garantiya beramiz. Garantiya talon yozib beriladi. Kelib, ko'rib, haydab ko'rib olaversin. Test drive edib. Aytganimda biznes aylamaydi bular. Lashimda bilayotgan shaxslar, necha yildan beri shu O'zbekiston hududida yuribdi shu mototsikllar. O'zimizda chiqadi, zapchastdan, servisdan problema yo'q. Bu zborka mototsikllar emas. Qo'lda yig'namaymiz. Zavod Buxoroda. Bu yoqda yig'na olib o'zimizda chiqadi. Bizga shu treyler orqali keladi. Biz rasmiy dilermiz. Beruni. To'g'ri ko'rganingiz to'qlimiz. To'qlamas. Buning bahosini aytdim. Motorlarni ko'rsatdingiz. Bu litoniya akkumulyator bu. Yana bularning yana bir tarafi, bularda zaryadchigi обычный to'qli mototsikllarga o'xshab zaryadchig emas, bu prямо avtomat nesi bor. Rozetka to'qib qo'yaverasiz. Обычный zaryadchig bo'lmaydi bunda. Kelding qadavoylarni e'tibor bersa, bu mototsikl. Bu katta. Keyingi mototsiklimiz tipa Labo degan bo'ladi buni. Kelding abrisovkalardan bir tushirsangiz bo'ladi. Bu ham 2 tonnalik mototsiklimiz.
Motor 200 voltlik. Hammasi fevralda chiqqan mototsikllar. Bizga bir hafta bo'ldi kelganini, ya'ni bu turgan, bir yildan beri yotgan, asfaltda yotgan mototsikllar emas bular. Buning narxi 35 million so'm. Motor 200 voltlik, 2 tonnalik, 1.35 ga 2.20. Baland bort. Tormozlar JTX aytganimdek. Hammasina shu 1000 kilometr garantiya. Issiqxona saya salqinda ketaman deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, shuni tavsiya etamiz. Buning obshibga yetilgan variant ham bor. Bu sal qimmatroq keladi. Hozir bu prosta birinchi pozitsiyasi keladi. Qarasa, yo'q, mana eshikisi kerak. Yo'q, yo'q kerak deydim bo'ladigan bo'lsa, eshikisini ham olib beramiz. Zavod bahada. Xo'p, navbatdagi mototsiklimiz. Qachongacha chiqaramiz? Berib. Navbatdagi mototsiklimiz sal bu hamyon bor. Arzonroq variant kerak deydim bo'ladigan bo'lsa, bu mototsiklimiz 200 lik 1.30 ga 2 metr, 1.5 tonnalik mototsiklimiz. Buning narxi 28 million so'm. 28 million so'm. Ha. Bortning razmeri 2 metr, uzunligi. Bundaqa 1.30. 2 metrga 1.30. Ha, 1.5 tonnalik mototsiklimiz. Bu ekonomishni 4 litr 4,5 metr benzin yeydi 100 kilometrga. 200 lik motor bo'lgani uchun. Bu yerda ko'rganingizning 22 million so'mlik motosiklimizning seriyasi bu. Yana boshda tushirib o'tdik. 150 lik воздушный motor. Eng ekonomishimiz shu. Eng arzonimiz ham shu bizlardagi. Bu ana shu 1000 kilometr garantiyasi, 100 kilometrga 3 litr расход etadi. Zavod tomonidan 1 tonna 100 berilgan. 1.30 ga 2 1.30 ga 1.80. Bortning uzunligi. Buni rangi chiroyligan niyavishni bu. Endi Niyabishnidan toza svet keldi. 2025dagi ko'kdan, qizildan bezar bo'lgan odamlar uchun tavsiya etamiz. Hop, Bu yerga samosi olamiz, yaxta ko'rganimiz shu 33 million so'mlik samosi olamiz. 1.5 tonnalik. Prosta buning bu 28 million so'm. Bu aslida ikkovi motor hajmi, kuzov uzunligi 1, lekin bu samosi bo'lib chiqqan. Shuning uchun narxi sal qimmatroq. 33 million bo'lib chiqqan. Bo'lmasa bu birinchi bu motosiklingiz bilan bungiz ikkovi bir. Kuzov razmeri, motor hajmi, расходи bir narsa. Lekin samosi qo'yilgani uchun qimmat bo'ladi. Xo'p, endi zapchastlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda zapchastlar ham bor, har xil to'qli mototsikl, benzinli mototsikl, shu yerda ishlarimiz bitadi. Zapchast qidirib, kabinga qidirib yurgan aka-ukalarimiz bor. Lochin Motor rasmiy diler do'konimiz adresda. Shu degan joysiz boshida. Yo'q, mana shuning zapchastlari, zapchast kerak deydim bo'lsa ham muammosi yo'q. Zavod bahodan zapchast oldirib beraveramiz. Bo'lmasam bu zapchast bilan tanishtiramiz. Xo'p, bo'lmasam zapchastlar bilan tanishtiramiz endi. Endi zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizda Lochin mototsiklning hamma turli zapchastlari topiladi. Motoridan tortib ta bo'lib gaykisiga. Yana ham bizda magazinimizda baholar yozilib turadi. Ya'ni odamga qarab, odam saylab baho aytmaymiz. Hamma narsani seni Shu videoda baho, shu kelgandan keyin shu baho. Shu baho o'zgarish yo'q. Mana kabinga yopishtirib qo'yibmiz. Hamma narsasi bilan 1 million 800 ming so'm. Kabingamiz ondan oldirib edik. Hozir 2 svet qoldi bu yerda. Ko'ga qizili seriyasi sotildi. Motorlarga keladigan bo'lsak, Lochinning hozircha 150 lik bir motorimiz qoldi, 200 lik yaqinda sotildi. Mana baholari yozilib turibdi. O'zini radnoy, Radnoy. Mana shu garantiyasi bor motorlar. Mana ko'rsatavering, bu yerda mana diskisi desam, bu motorlardan. Endi bu boshqa turdagi motorlarimiz ham bor. Oldirib ham beraveramiz. Livoy motordan oldirib beradigan. Bu yerda yo'q bo'lsa, baholab beraveramiz. Tek bu qancha? Buni baholarni aytib o'tdik pasindagidan. Bu 90 lik motor. Ya'ni kichkina yakka mototsikllarga bo'ladi. 2 litr расход etadi 100 kilometrga. Bahosi 2 million 100 ming so'm. Kelishadigan yerimiz bor. Eng arzon motorimiz shu hozir bizlarda.
Buna bu yoqda mana o'zining rodnoy troslari, buni ko'rib turgan bo'lsangiz, lachinning disklari, kameralari, gulishtirlari, hamma narsasi favqulodda belgisini deng. Kardallari ham. Kardallar ham bor. Hammasining bahasi yozilib To'planan turibdi. benzinlarning hamma akkumulyatori. To'planan ham akkumulyatorlarni ekib qo'yibmiz. Endi talab bo'lib turibdi. Endi bu yoqda sezon boshlandi bilasiz. Skoterdagi, to'qlanagi, yo'q benzinli akkumulyator keraksa benzinli ham bor. Bu yog'imizda shu to'planan bilan parlari bor. Keyin lachinning o'zini tablolari bor. Mana hamma narsasi lachin. Radnoy narsa. Panejini tursa, panejini turus. Bu yoqda mana parlari turibdi. Tablo kerak bo'lsa tablo. Yoqqa kaska ishlayman bor ekan, har xilmi? Yo'q. Eng arzoni 200 ming so'm kaskalarimizdan, eng qimmati 250 ming so'm. Aksiya bahada turibdi. To'planan reduktorlari bor, har xil. Yelkalar bor. İjlar studiyasi bor. Ha, ijlarning ham endi bir Baholar aytib o'tang bir chetdan. Buni baholar ham yozib turibdi. Ijra seriyasi 400 ming so'm, 400 ming so'm. Yavaniki 170 ming so'm. To'planuv vilkalari turibdi mana. Vilkalar benzinlarniki 1 million 200 mingdan 1 million 700 ming so'mga deng baho bor. To'qillardagi komplekti 480 ming so'm kelishib beramiz. Dehqonlar izlanuvchilari qoldi 1.5. Lekin ko'na azobcha sotmaymiz, hammasi toza narsalar. Radiator kerak deydilarga radiator ham bor. Zadniyiklar bor, buni aksiya bahada turibdi zadniyiklar. Bir komplekti 80 ming so'm. Saylaganini olaveradi. Har turli zadniyiklar bor. Teknologiya antifriz pachoklari bor. Antifriz pachoklarimiz ham bor. 190. 190 ming so'm baholari, kichkinalari 120 ming so'm. Aytib kelishib beramiz. Oddiy mana montaj provodkani topiladi mototsikldan. Hali to'qoniki, hali benzindagi. Gulishtirlar ham bor. Bahasi 300 ming so'm, hamma narsasi bilan komplekt. Ana Porsche lachinning radnoyi. Mana oddiy misol Brizgavik ham topiladi mana oddiygina 10 ming so'm. Oddiy lachinni mana Brizgavik kerak desa, Brizgavik ham bor. Vollari hamma narsalar bor. Kulishlari, mana bakning krishkalari, siltanadim bor. Amazator desa amazator. Undan keyin qo'shib berajak avtobusimizdan aytaylik, mana Lachin firmada eng qimmat avtobusimiz 1000 km yuradi, garantiya. Azmon degan, hozir Lachinlarda shu qilib turibdi. Xarid qilgan odamga ana shundan bir bank qo'shib beramiz. Naqd pulga olaman deytim bo'lsa, bahasi 80 ming so'm. Ana o'zining muxtilari bor, kavatlari bor. To'planan motorlari hammasi bor. To'planan motorlarning zaryadchilari, biz zaryadchilardan ko'raverib baholari yozib turibdi, mana 250 300 ming so'm. Boshqaga qaraganda nisbatan arzon deb bilamiz endi. Boshqa do'konlarni bilmaymiz o'rog'i. Lekin baholar Allohga shukr arzon. Zapchastdan muammo yo'q. Shunday hurmatli obunachilarimiz, kanalimizdan uzoqlashmay obuna bo'lib qo'yinglar. Bir like bosing. Bir like. Shu baho shu o'zlar ko'rgan baholarimizni reklama uchun baho aytib, kelgandan o'zgartirib o'tirmaydilar. Berilgan otini aytib kelaverasizlar. Sog' bo'ling, hurmatli obunachilarimiz. Salomat bo'ling.